Feruza Usmonaliyevna va ustozim Ulug'bek Aburovga minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum. Meni ismim Salima. Fraganus universiteti talabasiman va stomatologiya sohasida faoliyat yuritaman. Ulug'bek Gafurovni chaynoq tishlar anatomiyasi va ularni shakllantirish, fotoprotokol va dental marketing mavzusidagi amaliy kurslariga qatnashdim. Kursga kelishdan maqsadim o'z sohamdagi ko'nikmalarni yanada takomillashtirish va bemorlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni o'rganish. Nazariy kurslarida olgan bilimlarimni amaliyotda qo'llab ko'rish edi. Kurs yakunida nazariy bilimlarimni amaliyotda qo'llash bo'yicha aniq tizimga ega bo'ldim. Olgan bilimlarim professional yondashishim va mukammal natijaga erishishim uchun bundan tashqari raqobatdosh mutaxassis sifatida o'z brendimni mustahkamlashimda xizmat qilishiga ishonchim komil. Buning uchun Dentura akademiyasi asoschisi Feruza Usmonaliyevna va ustozim Ulug'bek Gafurovga minnatdorchilik bildiraman.